keyin yangi ochayotgan zalim ham shundoq Shahrstanskiy bilan Universalni o'rtasida, ko'chaning yuzida, metroni oldida joylashgan. Men sizlarga lokatsiyani tashlab beraman. GT klubda to'lov qilib, qanchadir soatlari qolgan ayollar bo'lsa, u yerda bemalol davom etaverasizlar. Soatlarimizni, kunlarimizni hammasi o'zini vaqtida qolyapti. Prosta joy o'zgardi bo'ldi. Men o'zim ochdimda, GT klubdan urishib yo to'polon qilib yoki nimadirlar bilan ishib ketganim yo'q. O'zim uchun mustaqil shunaqa karyera ochilyapti. Odam o'sish kerak-ku, bitta joyda qotib o'tiravermaydi-ku, to'g'rimi? Shunaqa. Va o'zim uchun shunaqa syomочный joylar bo'lyapti, ofis bo'lyapti, shunaqa. O'smamiz, короче, o'rtoqlar. O'shanga bir haftalik tanaffus, ozgina qoladigan ishlarim bor, qiladigan ishlarim bor. Shularni to'g'rilab olaman, e'lon qilaman. Davay, jononalar, agon deyman, kelaverasizlar. Abonementlar o'sha kuni davom etaveradi.